TikTok'da hayot uchun xavfli kommentariy yozgansiz va bu kommentariyangizni o'chirishingiz kerak. Buni qanday o'chirishni hozir ko'rib chiqamiz. Buning uchun TikTok'imizga kirib olamiz. Profilga o'tamiz. Profildan 3 ta mana chiziqqa bosamiz. Aytgancha qo'ng'iroq payti bildirmasdan suhbatni yozib olishni o'rgatganman. Hozir yuklayapman shu videoni, ko'rib chiqsangiz bo'ladi. 3 ta chiziqqa bosib, Nastroykaga bosamiz. Nastroykadan Center Activity degan joyga bosamiz. Bu yerdan istoriya kommentariya chiqib keladi. Mana shu TikTok'da ko'rgan videolaringiz saqlanib qoladi, ya'ni yozgan qaysini o'chirmoqchi bo'lsangiz ustiga bitta bosasiz. Shuni sizga topib beradi. Ustiga bunday bosib tursangiz, udalit chiqadi. Mana shu udalitni bossangiz o'chib ketadi. Bu video xos Sayfullo akamiz uchun bo'ldi. Kommentariy yozgan ekan, kommentariyani qanday o'chiradi deb. Aka mana shunday o'chiradi.